Bugün salam dostlar. Bugün endi mektebin ikinci kısmını olyapmiz. Soat necha bo'libdi? 9 bola kelibdi. Maktabga kech qolyapman. Tezroq biz narsalarimizni olishimiz kerak. Tezroq mana buni olamiz, ketishimiz kerak bu yerda. Tezroq maktabga borishimiz kerak. Mana tezroq maktab. Ishqilib ustozga qolmagan bo'lsin-da. Tezroq maktabga borishimiz kerak. Sekin o'tiramiz. Jasur, bak aka. Hozir ustoz. Nimaga kech qolding deyapman. Soat 9 bo'ldi. Endi uxlab qolmagina. Sizlar uxlatmaganlaringizdan keyin uxlayman-da. Sakrayolma, bir joyda dur. Xo'p. Ana tanaffusdagi ovqatimni tamom etdim sizni deb. Bor o'tir joyingga. Siz mana bunday o'tiramiz. Mazza. Islom. Haligi nima desam ekan? Nima bo'lyapti? Ishlaring qalay? Bo'lyaptimi hamma narsa? Bo'lyapti. Nima edi? Yo'q o'zim, shunchaki. Hozirga keyingi jismoniy tarbiya tezroq vaqt o'sdi. Tezroq jismoniy tarbiya bo'ladi. Uyga ishini olib kelsin. Hozir ustoz. Mana uyga ish hozir qaysi bir edi-ya? Mana ustoz ana. Bahang 5. Xo'p, ustoz, uray! Bahom 5 chiqdi. Daftaringni ol. Hozir. Ustoz, tanaffus bo'ldi. Ketmaymizmi? Bor. Hozir yuringlar. Jismoniy tarbiya keyingi soat. Jismoniy tarbiya. Xo'sh, ketdik. Jasur, sen shu yerdan 10 krok yuriysan. Nima 10 krok yuramanmi mana shu yerda? Senga yugurlik beraman. Xo'p, ustoz. Qani ketdik, yuguramiz. Tezroq yurishimiz kerak, tezroq. Mana tezroq. Mana birinchi krok. Va ustoz, men 10 krok yugurib bo'ldim, endi menga ovqat bering. Rostdanmi? Mana sanadingiz ko'zingiz. Men ol. Namcha ko'p bu ustoz, rahmat. Xo'sh, ichkariga kiramiz. Bor joy o'tiring. Endi ovqat yeyamiz. Mana ovqatlandik. Keyingi soat algebra. Algebra ekan keyingi soat. Yomon ko'raman shu algebrani. Tezroq ketishimiz kerak o'zi. Kech ham tushib qolmasida. Hamma daftarlarini ochsin. Hozir. Mana ochyapman. Nima deb yozaylik? 4 5ni qo'sh. Hozir 4 qo'shamiz
5 teng necha chiqadi? 5 ga 4 ni qo'shsak 9. Keyin mana bunday qo'yamiz-da, o'rtasiga ochamiz-da. Endi nechani qo'shaylik? 4'e 4'ni qo'sh. 4 ga qo'shamiz 4 ni. Keyin teng. Javob 8. Keyin nima qilaylik? Ayting. 5 ga 6'ni qo'sh. 5 ga qo'shamiz 6 ni. Javob 5 ga 6 ni qo'shsak 11. Yana-chi ustoz? 11 ga 11'ni qo'sh. Hozir. Mana shu narsa yo'qolib ketdi. 11 ga qo'shamiz 11 ni. Javob hozir mana javob 22. Bo'ldimi ustoz? Ha, hamma darslarni aytgasin. Hozir mana olib boryapman. Hozir mana tushib olay. Mana boryapman ustoz. Mana bo'lmadi. Mana shu. Mana ustoz. Bahang 5. Ure, yes. Daftaringni 5 olib oldim. ket. Hozir ustoz, hozir mana. Bering. Hozir. Mana bunday qilamiz hozir. O'xshamayapti. Ustoz hozir. Mana o'tiryapman. Bo'ldi. Ol ket daftaringni, men nima qilay? Hozir men. Bor ket joyingga. Hozir. Mana ketdik. Ustoz yana nima yozamiz? Bo'ldi, dars tamom. Hop, ure, endi uyga ketamiz. Ure, uyga ketdik. Uyga ketdik. Va nihoyat uyga ketyapmiz. Dars tamom. Mazza qilib dam olaman endi uyga borib. Ovqat. Ustoz shuncha ovqat berdi menga. Mazza qilib ovqatlanaman. Mana uyga ham keldik. Mana uyga kiramiz. Mana bunday. Mazza qildim. Mana narsalarimizni qo'yamiz. Ovqatlarni ko'p ovqatlar bor ekan. Mana bo'ldi. Endi mazza qilib dam olamiz. Endi xayr do'stlar, hammangizga xayr. Maktabning ikkinchi qismi ham tamom. Va like va obunalaringizni kutib qolamiz. Xayr.